Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Amerikaning poytaxti Washington ta'sis qilingan Sharq Turkiston Uyg'ur televizoriga xush keldinglar. Men program vaqtliq riyosatchisi Nurmuhammad Musabay. 1949-yili Xitoy tajovuzlari vatanimiz Sharq Turkistonni chet el kuchlarining hamkorlashi bilan besolgandan buyon xalqimizning tajovuzlarga qarshi kurashi hargiz to'xtab qolmadi. Batır Sharq Turkiston xalqi Xitoy tajovuzlariga qarshi kurashlarini har xil shaklda davomlashtirib keldi ham kelyapti. Xalqimizning bu kurashlari toki Sharq Turkiston Cumhuriyetimizni asli keltirguncha to'xtab qolmaydi. Bugun 5-fevral. Ana shundaq inqiloblarning biri bo'lgan G'ulji inqilobining 14 yillik xotir kuni. G'ulji inqilobi dunyoga va tajovuz Xitoyga Uyg'ur xalqining erkinlik, hurlik tashna orzusini tajovuzlarga qarshi tezlikmas ro'yini ifodaladi. Gerçi G'ulji inqilobida nurg'un ota-onalar o'zlarining suyimli farzandlaridan, nurg'un sabiy bolalar texi dada deyish fursatiga erisholmay o'zlarining ijodkor bo'lgan otalaridan, nurg'un qiz yigitlarimiz muhabbat visolga etmay turib so'yganlardan ayrilgan bo'lsa-mu, ammo bu botirlarimiz Uyg'ur tarixida xalqimizga ulgu bo'lgudek unutuluqsiz inqilobiy dostonlarni yaratdi. Bu inqilob yana Sodir Polvon, G'ani Botir, Nozigimdek qahramonlarni yetishtirdi. Bugun studiyamizga 5-fevral inqilobida ig'ri badal to'lagan oilalardan biri bo'lgan Zubayra Shamsiddin xonimni taklif qildik. Shundaqla 5-fevral inqilobida inqilobning oldi keynida G'uljida Xitoy javobgarlik idorasida xizmat qilgan G'ulji inqilobini yaqindan kuzatgan keyin chet elga chiqishga majbur bo'lib, hozir Kanadaning Montreal shahrida turayotgan Baxtiyor Shamsiddin bugun programmamizga bevosita qatnashyapti. Zubayda, yaxshimisiz? Studiyamizga xush keldingiz. Bugun o'zingiz bilasiz 5-fevral G'ulji inqilobining 14 yillik xotir kuni. Bu inqilobda nurg'un oilalar qurbon berdi. Shunda jiq qurbon bergan oilalarning birisiz. Sizning oilangizni jiq qurbon berdingiz. Siz shu vaqtda sizlarning hissiyotingiz qanday shu vaqt? Chunki shu voqea bo'lgan, chunki sizlar eng jiq qurbon bergan oilalarning birisi. Shu vaqtdagi shu 5-fevralning kushanchingiz, hissiyotingiz qanday? Emniyet etqanda bu 5-fevral vaqasida qurbon berganlar faqat bizning oila emas, nurg'unlagan Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning bu G'uljidagilarning bunday etqanda uy esib, butun hammasining oilaga kelgan bu bir balay qazo bo'ldi. Yana bir tarafdan etgan vaqtda emniyatda bizning G'ulji xalqining, ya'ni G'ulji xalqi asos qilgan asosda birinchi qatam o'zininki haqiqatga bo'lgan ishonchi ham shundaqla ularning haq adolat talab qilib, erkinlik talab qilib o'zlarininki o'y fikrini, ya'ni ko'nglini haqiqatga qo'rqmagan holda Xitoy hukumatining oldida aytganligini, shularga dalilligini, ularning bir jasorat, qahramonligini ifodalaydi. Shuning uchun 5-fevral amaliyot etgan vaqtda u biz Uyg'urlarning tarixida oltin qalam bilan yozilgan bir o'chmas izlarni yaratgan bir qahramonlik kuni. Bunday aytganda bir Uyg'ur yoshlarining qahramonlik shajarasi deb ataladigan bir kun deb qarsak bo'ldi menga. Men faxrlanman shu kunda shu adolat uchun, haq talab uchun o'zining qon to'kkan, shahid bo'lgan har bir qahramon, har bir Uyg'ur bolalari uchun bir faxr his qilman ham shularningki ruhiga chin yuragimdan duolar qilaman ham. Shuna o'xshash qahramonlarimizning yana yetilib chiqishini hech qachonda biz o'zimizning haq talab davosini to'xtatmasligimizni umid qilaman. Nurg'un Uyg'urlarning yosh bolalari shu chog'da qurbon berdi, chunki ular shu chog'da bo'lgan nohaqchiliklarga chidamadi. Xitoy yana bir tarafdan Uyg'urlarga nisbatan butun bir assimilyatsiya qilish, Uyg'urlarning bo'lmi yoshlarning ruhini, ularni bir ruhiy shijoatni yo'qotish uchun bir rezil siyosatlarni qo'llanadi. U qo'llangan siyosatlarning biri bo'lsa, Uyg'urlarning orasida, bu Uyg'ur yoshlarining orasida ularning axloqini buzish, ularni ichish, chekish bo'libmi, chekimlik bilan shug'ullanish, bunday aytganda rag'batlantirdi Xitoy hukumati. Chunki hech qachon ular cheklamadi. Agar cheklaymiz degan bo'lsa, shu axloqning kirish manbaini, vatanimizga kiradigan shu yoshlarning orasida taraladigan ashunaqlarni cheklab qo'yishi, shularni to'xtatish mumkin edi. Chunki Xitoyda kuch bor unda qila oladigan. Bunda qimmat hukumat bor. Hukumat shuni mayli qo'yib berdi, chunki bunda o'yin tomoshaga, ichimlik chekimlikka, vayronchilikqa, shunday ishlar bilan, nashagan ishlar bilan shug'ullangan yoshlarni bundaqcha qildi, ular qo'llab-quvvatladi. Uyg'urlarning shunday qilib halok bo'lishini, tubda yo'qolishini, hammasining tub yurtisining qurishini ular bunday aytgan vaqtda targ'ib qildi, ham unga cho'ng keng tasha yo'l ochib berdi.
Şu çağdaki şu fevral vakasının tüp mənbəyi kelib çıxışının nimisi şununla bo'lib atqan şu vəziyyətki bu ictimai qırğınçılıq, bunday aytqan siyasi qırğınçılıq, dini besim, şunun qarta axır çidimağan xalq, çidimağan yaşlar orundan dəsbabır hökumət sən ma işini qılma. Bizə erkinlik bər, bizə həqiqət bər, çekiş mundaq yaman işlem qılğanlarını tosu. Biz öz vətənimizdə, öz yurtumuzda tinch, haqlı, paklıq bilan əsli Uyğur örf adətimiz, milli kimligimizni saqlab Uyğurluğumuzda yaşashimizga yo'l qo'y degandek mana bir haqqoniy talablar ko'chaga chiqardilar. Ularning qo'lida qo'ral yo'q. Yoki bir kichkin bir to'qmoqning sunuqi yo'q, hech qanday yo'q, bir quruq qo'l bunday chiqqan tintinish ko'chaga chiqib o'zining haqqoniy talabini aytqanlar bolalar. Qo'lida bir tal kaltakning sunuqi bo'lmagan yoshlarni qirdi. Bo'lji ko'chirimida aytgan qonun bilan shu chaqda. Buni biz garchi bo'lmasak, buni qilmasakmi, hammamizning qo'lida sizning yana boshqasining uyat urug' tuqqanlari bizning butun avlodimiz qurib tugab ketgani yo'q. Hammasi shu ishlarga shohid bo'lgan, o'z ko'zi bilan ko'rgan nurg'un odam bor hozirmi hayot. Demakki bundaq bir ahvol ostida har qanday odam sizning beshingizga kaltak tegmasa, har qachon uni beshingizni yana egib yetavermaysiz. Onun qarşılıq qılsız. Bu insandaki təbiət, onun qarşılıq qılsız, qo'lingizdan kelgancha qanday kuch bo'lsa qilsiz. Mayli uçalarda Uyg'urlarning qo'lida qo'ral bo'lsin, bo'lmasin, ularda bir kuch bor, ularda bir qarşılıq qilish demasa, u narsa demasangiz haqiqat, chunki ularning qilayotgan da'vosi, ularning qilayotgan talbi, ularning aytayotgan so'zlarining hammasi haqiqat. İnsan bir haqqoniyat uchun, bir durustlik uchun, bir mantiqliq bir ish uchun bir ish qildigan o'chog'da o'zida bir kuch bo'ldi, ishonch bo'ldi. Har qanday narsani qilishdan, har qanday bir ishni qilishdan yonmaydi ham qo'rqmaydi. Demakki shu chog'da nurg'un vujudiki Uyg'ur yosh bolalari shu ishni qildi. O'zining qarshiligini tinchlik bilan ifodaladi. Tinchlik bilan ifodalab bo'lgandan keyin uning Xitoy bostirgandan keyin bostirgan qarshi o'zining qo'ldan kelgan ishlarni qildi. Albatta xuddi siz baysiz so'ragan mening inimdek nurg'un bolalar o'zining qo'ldan kelgan qarshiligini qildi. Xitoy qoral bilan, miltiq bilan tanklar bilan ularni bostirgan vaqtida ular qo'lga chiqqan narsalar ular qarshiladi. Buni hech qachon bu bir yomon ish deb qaramayman, chunki bu insondagi bir tabiiylik. Chunki shunday bir besimda albatta qarshilik bo'ladi. Qo'ldan kelgan qarshilikni qiladi. Mening inim ham shunday, mening kirmang inlarim. Ya'ni barliq shu chaqda Uyg'ur yoshlari hammamiz bizning qarindoshlarimiz, bizning inlarimiz, bizning akalarimiz, bizning ota-onalarimiz, ularning shu qahramonliklari, tez pükməz şu ruhları, cəsarəti, məncə Uyğurlarda məngü davamlaşıdı. Bu iş, şu qaçan şu təngsizlik, haqqaniyyətsizlik boldu ikən, bu Xitayның bizə besimi, bizə bolğan təcavüzü, müstəq nahaq bastırışı boldu ikən, bu xil kürəş davamlaşıdı. Ularning qilgan ishlarining hamsi hech qaysi Xitoyning qonunidan chiqib ketmagandi u chog'da. Esingizda bo'lishi kerak. 99-yılı 4-cü ayda Amnesty International Dünya Kechirim Təşkilatınınki bir report çıxardı, şu məxsus olcu vəqəsi doğruluq. Yəni, şu reportda nəyət təfsili yazılğan, mən hər bir Uyğurның əgər oxumağanmısa, şu reportun təfsili oxusun, bokmu şu fevral olcu vəqəsi, olcu zat qandaq, şu vəqəsi, qandaq yüz bədi, neymi işlər boldu degəndə, acayip təfsili nəyət yaxşı yazılğan. Çünki işini mən ki, demək ki, şu reportның meydan kelişini, Allah həqiqi şu vaqtdagi fevral vaqasida qatnashgan va shuni ishtirok qilgan haqiqiy shohidlarning og'zidan ilinib yozilgan amaliy haqiqiy report. Endi shuningda aniq aytilganki, Uyg'urlar shu bu Uyg'ur yoshlari shu chaqdagi butun Uyg'ur xalqining yuragidagi norozilikni, mana aytganda Uyg'ur yoshlari shuni sho'ar qilib ko'tarib chiqdi. Uni bu yoshlar undaq bo'lmagan ota-onalar hammamizga ayon, hammamiz bilamiz. Bir vayronchiliklar bor edi u chaqda. Bu bütün yaş bolalar o çekimdeki, içindeki berilip ketkenken ularda hiç qandaq bir g'oya yo'q, hech qandaq bir tushuncha yo'q. Ya hayotga hech qandaq bir umid, hech narsa yo'q. Hamma tarafda ular shunda ahvolida inson yana qanday bir g'oya, qanday bir nishon, qanday bir narsa qolsin. Demakki, bolangiz, farzandingiz u holda bo'lgan bir millatning taqdiri yo'qolish tarafga qarab miniyotadi deganga. Yani aşında ahvolida bütün yerda vayronchilik, ota-onalarning ko'z yig'i, cemiyet biz qalaymaganchilik, ishsizlik. Demakki bu cemiyetdə bir qo'rqinchli bir bulg'unish, endi millatning istiqbolini o'ylasangiz bir vahimelik bor-da endi shu chog'da. Demak, hamma odamning yuragida shunday bir vahima bor, shunday bir ansirash bor. Bizning kelgusi istiqbolimiz, kelgudagi yoshlarimizning taqdirining qanday bo'lishi, demak, yoshlarimizning, millatning, xalqning taqdiri deganga bir vatanning taqdiriga deganga.
qanday bo'ldigan haqida shunday bir vahima butun insonning qalbida bor. Lekin 60 yildan beri bu Xitoy biz xalqni bakmi besib ketganligi uchun Uyg'urlarning yuragini bakmi mijib etganligi uchun bo'pmi yaşanğanlar shu chaqdagi 50 yoshdan oshganlar. Ular hammasi ichida qaynasimi, ko'nglida so'zlasimi hech qaysi bir jur'at qilib chiqib ya hukumatning oldiga berib yoki u yerga yurib bu yerga yurib bunda aytamagan o'zining noroziligini. Ammo yoshlarning Uyg'ur yoshlarning shu chaqda yoshlarning bir jangovarligining ifodasi simvol nima bo'ldi desangiz, ular bir ish qilishga tirishdi. Gerçi nurg'un qurbonlarni ba'zi ham shunday qurbonlarni berdiganligi oqibat bir kuni ularning bostirilib ketadiganini bilsimi, chunki bu tarixdan shunday bo'lib kelyapti. Zaten biz shu Xitoyning qo'liga, shu kommunist Xitoyning kontroliga o'tgandan beri bu qirg'inchilik, bu besimzor bo'lib kelyapti. Gap shu chaqdagi yoshlar bilmay qildi, biladi shunday bo'lganini. Beshiga hamon bir yaxshi kundan kelmaydigan his qildi, chunki u chaqda Xitoyning ahvoli qanday, bizning ahvolimiz hammamizga ayon. Shundan bo'lg'achqa bular noyat tinchlik bilan dastlabda shu reportda meni yozilgan hammamizni bilimiz, hozirgi shohidlarni bilib turg'uliq. Bular mashrab bilan boshladi. Albatta mashrab degan bizning o'zimizning milliy an'anaviy uslubimiz, milliy o'zimizning kimligimiz bo'yicha davomlashib ketgan bir madaniy faoliyat. Hem shundaqla diniy, hem tarbiyaviy bir faoliyat. Hamda shu tarbiyaviy faoliyat orqali biz asosiy maqsad yoshlarni qaytadan tarbiyalab, ularni asli holatiga, asli Uyg'urlikqa qaytarib akilish edi. Shunda boshlangan bundaq bir faoliyatmi, bir yig'ilishmi Xitoy yo'l qo'ymagan o'shunga.